Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun ikkinchi ma'ruza mavzumiz 18-asrda xalqaro munosabatlar tarixi yuzasidan gaplashamiz. Demak, mazkur mavzu doirasida quyidagi rejalarni belgilab olganmiz. Birinchisi Ispaniya merosi uchun kurash 1701-1714-yillarda kechgan urush, Ispan taxti uchun kechgan urush va uning yakunida imzolangan Utrext sulhi to'g'risida gaplashamiz. Ikkinchisi Polsha masalasi xalqaro munosabatlarda, bu ham 18-asrda sodir bo'lgan eng muhim voqealardan biri, xalqaro munosabatlarning eng muhim obyektlaridan biri sifatida qaraladi 1730-1735-yillarda. Uchinchisi Avstriya merosi uchun kurash 1740-1748-yillarda kechgan va bu borada amalga oshirilgan buyuk davlatlarning diplomatiyasi to'g'risida va keyingi rejamizda Avstriya-Prussiya raqobati, Frederik II diplomatiyasi to'g'risida gaplashamiz. Keyingi rejamizda Fransiyaning qudratini yana ham mustahkamlagan 18-asrdagi xalqaro munosabatlarda chinakam ma'noda eng qudratli davlatlardan biriga aylantirgan Ludovik XV davridagi fransuz diplomatiyasi to'g'risida gaplashamiz. Oxirgi rejamizda 18-asrning birinchi yarmida Angliya tashqi siyosati to'g'risida gaplashib o'tamiz. Xo'p, bizga yaxshi ma'lumki, Fransiyaga qarshi mamlakatlar va Papa Inokentiy 11 homiyligida Fransiyaning keyingi vaqtlarda qiladigan har qanday hududiy da'volari va unga qarshi mudofaa ittifoqiga tuzishga harakat qilingan. Demak, bu yerda Ludovik XIV Rysvik sulhini tuzib, Ispaniya merosidan katta ulush olishni rejalashtirgan edi. Ispaniya qiroli Karl XII ning erkak zurriyodi bo'lmaganligi sababli merosga da'vo qiluvchi 3 ta shaxsni alohida e'tirof etishimiz mumkin. Bular: birinchisi Mariya Tereza va uning turmush o'rtog'i Ludovik XIV ning o'g'li. Ikkinchisi Margareta Terezaning turmush o'rtog'i Leopold I va keyingi da'vogar bu Bavariyaning go'dak shahzodasi Leopold II hisoblanadi. Ludovik XIV Augsburg ittifoqi bilan yarashishdan foydalanib, Ispaniya o'lkasini 3 ta merosxo'r o'rtasida do'stona taqsimlash haqida Ispaniyani aralashtirmay, Augsburg ittifoqi a'zolari bilan 1698-yildayoq yashirincha kelishib olgan edi. Demak, bu kelishuv 1696-yilda til biriktirilishiga qaramasdan Ispan taxti uchun kelib chiqishi lozim bo'lgan, ya'ni taxtga o'tirishga asosiy da'vogar bo'lgan Bavariya shahzodasi to'satdan vafot etadi va imperator Leopold I o'zining Ispaniya merosidagi huquqidan o'zining o'g'li hisoblangan, ya'ni gersog Karlga o'tganligini e'lon qiladi. Shu orada Ispaniya qiroli Karl II saroyida 2 guruh qarama-qarshilikni kuzatishimiz mumkin. Bu guruhning biri Avstriya tarafdorlari, ikkinchisi Fransiya tarafdorlari. Ikkala guruh o'rtasida keskin kurash borayotgan edi. Fransiya tarafdorlarining Karl II ga ta'siri katta edi. Ular Ispan hukmdorlarini pora berish yo'li bilan, sotib olish yo'li bilan g'alaba qozonadi. Karl II Ispan va fransuz saltanatini birlashtirmaslik sharti bilan o'z qo'lida qolgan barcha o'lkalarni Fransiyadagi merosxo'rga, ya'ni Ludovik XIV ning ikkinchi nabirasi Filip Anjuyga berishga qaror qiladi, vasiyat qiladi. Sal o'tmasdan Ludovik XIV siyosati Yevropada yangi urush boshlanishini muqarrar qilib qo'ygan edi. Filip Anjuy 1701-yilda Ispaniyaga yetib keladi va Filip V nomi bilan Ispaniya qiroli deb e'lon qilinadi. Bu bilan cheklanmasdan turib, Ludovik XIV Ispan va fransuz yerlarini birlashtirmaslik to'g'risidagi shartga mutlaqo rioya qilmoqchi emas edi. U endi general yo'q degan da'vo bilan Filip II ning fransuz taxtiga merosxo'rligini rasmiy hujjat bilan tasdiqlashga harakat qilgan. Ispaniya o'lkalari Filip V ning nomi bilan idora qilina boshlaganda, inglizlar Ispaniyada savdo-sotiq imtiyozlariga ega bo'lgan Ludovik XIV talablarini rad etishga harakat qilinadi. 1701-yilda
Vilhelm I vafot etgandan so'ng Ludovik 14 Resvik sulhida tan olingan majburiyatlarni buzib, Yakov IIning o'g'li Angliya qiroli deb e'tirof etishga qaror qiladi. Angliya, Gollandiya va Avstriyaning ham Fransiyaga urush ochishdan o'zga iloji yo'q edi. Shu tariqa 1701-yilda imperator Leopold Ining Ludovik 14 ga qarshi urush boshlashga va bosib olingan yerlarni qaytarib olishga, yangi istilolalarning oldini olishga harakat qilish uchun hech nima xalaqit bermas edi. Bu narsa Yevropada yangi urush boshlanishini muqarrar qilib qo'ygan. Fransuz qo'shinlarining Milan gersogligini bosib olishga to'sqinlik qilish maqsadida Leopold I rasmiy ravishda urush e'lon qilmasdan avvalroq, ya'ni 1701-yilda Italiyaga qo'shin yuboradi va 1702-yilning may oyida Angliyaga va Gollandiyadan so'ng Leopold I ham Fransiyaga rasmiy ravishda urush e'lon qiladi. Erzgersog hisoblangan Karl 1702-yilda Ingliz flotining himoyasida Portugaliyaga yetib kelib, o'zini Ispaniya qiroli Karl III nomi bilan Ispaniya qiroli deb e'lon qiladi. Madridda turgan qirol Filip V ga qarshi urush ochiladi. Ispaniya merosi uchun olib borilgan urush ayni bir vaqt o'zida 4 ta jang maydonida olib borilayotgandi. Birinchisi Italiyada va ikkinchisi Ispaniyada, G'arbiy Germaniyada va Niderlandiyada bu urush olib borilmoqda edi. Ispan taxti uchun kechgan urush 1701-1714-yillarda amalga oshirilgan va mazkur 3 ta davrda bo'lib o'rganishimiz mumkin. Demak, birinchisi urushning boshlanish davri sifatida e'tirof etiladi. 1702-1704-yillarni o'z ichiga oladi. Demak, bu davr Fransiya uchun qulay bo'ldi. Mahoratli lashkarboshilarning qo'mondonligida fransuz armiyasi Niderlandiya hududida va Reyn viloyatida mudofaa janglarini olib bordi. Lekin 1705-yilda Fransiyaning nechog'li holdan toyganligi, ya'ni urush Fransiya uchun og'ir kechayotganligi ayon bo'ldi va u o'z dushmanlariga so'nggi zarbani bera olmadi, chunki Fransiyaning mablag'i, iqtisodiy jihatdan quvvati bu imkoniyatga yetmagan. Ikkinchi davri bu Ispan merosi uchun olib borilgan urushning ikkinchi davri 1705 va 1710-yillar oralig'ini o'z ichiga oladi. Demak, bu davrda Fransiya tobora ko'p harbiy omadsizliklarga va mag'lubiyatlarga uchray boshlagan edi. 1706-yilda fransuz qo'shinlari Niderlandiyadan, 1707-yilda Milan gersogligidan yengildi. Natijada Italiya ham Ispaniya qirolligining hukmronligidan butunlay qutulib, imperator va inglizlar qo'l ostiga o'tdi. G'arbiy Germaniyada ham hamma narsa qo'ldan ketgan edi. Dushmanlar shimol va janubdan Fransiyaga bostirib kirdi. Ludovik 14 taslim bo'lish lozimligini sezsa-da, u tan olgisi kelmas edi. Keyingi davr, ya'ni o'sha Ispan taxti uchun kechgan urushning 3-bosqichi 1710-yildan boshlandi. Demak, bu davrni alohida davr sifatida e'tirof etishimizda Angliyaning siyosatida keskin burilish kuzatilgan ekan. Aynan mazkur keskin burilish davrida Ispan merosi uchun olib borilgan urushda Angliyada ba'zi bir ingliz tarixchilarining e'tirof etishicha Gersog Marlboroning ingliz burjaziyasi orasida obro'si qolmaganligi deb izohlashga harakat qiladi va Pyotr I chorrasiyasida Poltava yonida Karl 12ning ustidan, ya'ni Shvetsiya qirolining ustidan qozonilgan g'alabasi Sharqiy Yevropadagi kuchlar nisbatini o'zgarishiga sabab bo'lgan. Bu holat ham albatta Ispan taxti uchun kechgan urushga o'z ta'sirini o'tkazdi. 1711-yilda imperator Iosif I vafot etdi. Uning vorisi bo'lmaganligi uchun taxtga Leopold Ining ikkinchi o'g'li Karl taxtga o'tirdi. Angliya va Fransiya orasida dastlabki sulh shartlari 1712-yil oktyabrda imzolandi. 1713-yilda Utrechtdagi sulh kongressi Fransiya va Ispaniya o'rtasida, ikkinchidan Fransiya, Angliya, Gollandiya, Brandenburg, Savoya va Portugaliya o'rtasidagi Utrecht shartnomasining tuzilishiga olib kelgan ekan. Filip V ning Ispaniya va okean ortidagi mustamlakalariga
hukmronlik qilish huquqini tan olinishi, imperator Karl VIning buning evaziga ilgarigi Ispaniya Niderlandiyasini va Ispaniyaning Italiyadagi sobiq o'lkalarni olish kerakligi mazkur Utrext shartnomasida o'z aksini topdi. E'tiboringizga aynan o'sha 1713-yilda Utrext va Rastatt shartnomalaridan keyingi G'arbiy Yevropa holatini ko'rsatishimiz mumkin. Demak, mazkur holatda Yevropaning xaritasida biroz bo'lsa-da o'zgarishlar amalga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Shunday qilib, Avstriya Gabsburglari Yevropadagi o'z kuchlarini ancha ko'paytirib oldi. Utrext sulhiga ko'ra go'yo Angliya juda oz narsa olgandek tuyulsa-da, aslida sulh Angliyaning maqsadini ifodalagandi, ya'ni Angliya imperiyasi, mustamlakachi imperiyasining yana ham rivojlanishini ta'minlab berdi. Jumladan mazkur Utrext shartnomasiga ko'ra Gibraltarni va O'rta dengizdagi Mallorca orolini, Shimoliy Amerikadagi muhim ahamiyatga ega bo'lgan hududlarni, jumladan Newfoundlandni, muqaddas Lavritaniya daryosining quyilish qismini, Akadiyani va Fransiya Kanadasini qo'lga kiritdi. Ispaniya va uning Amerikadagi mustamlakalari bilan savdo-sotuv borasida katta huquqlarga inglizlar ega bo'lgan ekan. Gollandiya amalda hech narsa olmadi va shartnomadan so'ng 3-darajali davlatga tushib qoldi. Shu vaqtga qadar Gollandiya ingliz burja inqilobidan so'ng aniqrog'i o'sha sharafli inqilobga qadar bo'lgan vaqt mobaynida inglizlar bilan urush harakatlarini amalga oshirayotgan edi va sharafli inqilobdan so'ng inglizlar bilan kelishishga majbur bo'lgan va inglizlarning, ya'ni Angliyaning dengizdagi asosiy sherigi sifatida, 2-darajali davlat sifatida uning asosiy sherigi sifatida faoliyat ko'rsatayotgan edi. Demak, mazkur Utrext shartnomasidan so'ng Gollandiya 3-darajali davlat holatiga tushib qolgan ekan. 1712-yilda Angliyaning Gaagadagi vakili Shvetsiyaning vayron qilinishiga va shimoliy davlatlar o'rtasidagi muvozanatning buzilishiga qarshilik bildirishga harakat qildi. Bu borada o'z fikrlarini rus elchisiga rasmiy ravishda bildirib qo'ygan ekan. Pyotr I Shvetsiyada qozonilgan g'alabasi uning Yevropadagi ta'sirini oshib borishini ta'minlab bergan edi. Shu tufayli ham Shvetsiyaga yangi zarbalar berishga qaror qildi. Rus floti Gangut yonida Shved floti ustidan g'alaba qozongandan keyin Boltiq bo'yidagi hukmronlik to'liq Shvetsiyadan Rus davlatining ixtiyoriga o'tgan. Pyotr I Angliya qiroli Georg I bilan Boltiq dengizidagi munosabatlarni o'zaro yechimini qilish uchun 1717-yilda o'zining fransuzlarga qarshi kayfiyatini o'zgartirishga qaror qildi va Yevropada umumiy tinchlikni saqlash uchun Fransiya, Rossiya va Prussiya o'rtasida Amsterdamda shartnoma tuzilgan ekan. Shu tariqa Shimoliy urush natijalari Rossiyaning foydasiga hal bo'ldi. Lekin Pyotr Ining diplomatik va harbiy muvaffaqiyatlari Angliyaning Pyotr Iga qarshi harakat qilish istagini kuchaytirdi. 1719-yilda Angliya o'z navbatida Gannover Kurfürsti ham hisoblanardi. Ya'ni Gannoverlar sulolasining vakili sifatida Gannover hududini ham hukmdori sifatida e'tirof etilardi. Shu sababli ham unga qarshi Shvetsiya bilan ittifoq tuzdi. Ingliz floti Boltiq dengizidagi Daniya va Prussiya Rossiyaga xiyonat qildi. Ya'ni o'sha Boltiq dengizidagi inglizlarning harakatidan kelib chiqqan holatda endi Angliya bilan biroz aloqalashgan Fransiya ham o'z zimmasiga mana shu majburiyatni olgan ekan. Demak, ingliz diplomatiyasining Shimoliy Sharqiy Yevropadagi yangi vaziyatni va Rossiyaning Boltiqdagi 1-darajali davlatga aylanganligini tan olish zarurligini qat'iy ishonch hosil qilmoq uchun Rossiya yangi harbiy muvaffaqiyatga erishishi zarur edi. 1721-yilda Neştadtda imzolangan sulh shartnomasi Shimoliy urushga yakun yasadi. Rossiya bosib olgan hududlarga ega chiqdi. Keyingi davrda Ispaniya taxti uchun, Ispaniya merosi uchun olib borgan urush va umuman Shimoliy urush natijasida Yevropada
kuchlar nisbatida katta o'zgarishlar yuzaga kelgan ekan. Fransiya Sharqiy Yevropada gegemonlik qilish huquqidan mahrum bo'ldi. Shvetsiya qisqa vaqt ichida qudratli davlatga aylandi. Shvetsiya qisqa davr ichida qudratli davlat bo'lib turdi va ikkinchi darajali davlat holiga aylandi va 30 yillik urushda o'z maqsadlariga erisha olmagan Avstriya Habsburglari yana qaytadan kuchaydi. O'zlarining Yevropadagi yerlarini kengaytirib oldi. Germaniyada kuchli Prussiya qirolligi vujudga keldi 1701-yilda. Gollandiya, Polsha, Turkiya Yevropadagi xalqaro hayotda faol rol o'ynamaydigan holatga tushib qoldi. Biz Turkiya davlatini yaxshi bilamiz. Usmoniylar davlati uzoq yillar mobaynida Yevropa davlatlariga tahdid solib, Yevropa davlatlarining tashqi siyosatida katta o'rin tutgan, umuman xalqaro munosabatlarga katta ahamiyat kasb etgan. U birinchi galda shu Eron bilan o'zaro qarama-qarshiliklar natijasida Eron bilan o'rtadagi o'zaro urushlarni bartaraf etib olgandan so'ng yana e'tiborni Yevropaga qaratgandi. Lekin bu davrga kelib aynan Shimoliy urush yakuniga ko'ra Turkiya Usmoniylar davlati Yevropadagi xalqaro hayotda faol rol o'ynamaydigan holatga tushib qolgan ekan. 18-asrda Rossiya qudratining oshishi Yevropadagi butun xalqaro vaziyatning o'zgarishiga sabab bo'ldi. Rossiya Boltiq dengizi bilan Tinch okeani o'rtasidagi keng hududni o'z ichiga olgan g'oyatda katta imperiyaga aylandi va Yevropa tarixida bugungi kunga qadar, aniqrog'i mana shu 18-asr Shimoliy urush yakuniga qadar 1745-yilgi holatdagi xaritasini ko'rib turibsiz, birorta ham imperiya bunchalik katta sarhadga ega bo'lgan emas. Rossiyaga juda katta o'lkalarga ega bo'lishiga qaramasdan, uning hududi tobora kengayib bormoqda edi. G'arb tomonidan qolaversa, Eron bilan o'zaro savdo aloqalari ma'lum edi. Shimoliy hududda Rossiya oldida Boltiqdagi pozitsiyalarni mustahkam himoya qilish vazifasi turardi. Shu sababli ham Pyotr Ining g'alabalaridan keyin Shvetsiya Yevropaning shimolidagi juda kuchli davlat bo'lmasa-da, poytaxtga Shvetsiya tomonidan tahdid qilish xavfi mavjud edi. Rossiya Polshadagi ta'sirini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratgan va bu masala ruslarning g'arbdagi siyosatida nihoyatda muhim o'rin tutgan. Janubdagi asosiy vazifa esa Azovni ishg'ol etish, Qora dengizda savdo qilish huquqini qo'lga kiritish va buning uchun esa Turkiyaga qarshi kurash olib borishi lozim edi. Xo'p, demak, mustamlaka uchun Yevropa qit'asida ta'sir ko'rsatish uchun kechayotgan kurash Angliya, Fransiya manfaatlarini o'zaro to'qnashgan dengiz orti o'lkalariga nisbatan, bu borada Kanada, Ost-Indiya hududlariga nisbatan keskinlashib bordi. Kanadani fransuzlar 17-asrda bosib olgan edi. Ost-Indiya hududida ingliz va fransuz istirochilari o'zaro raqobatlashayotgan edi. Angliya va Fransiya o'rtasida Yevropadagi ayrim hududlar uchun keskin ziddiyatlar 18-asrda ham saqlanib qolayotgan edi. Angliya hukumati Fransiyaning Avstriya Niderlandiyasi va uning eng muhim qal'asi hisoblangan Antverpenni egallab olishga yo'l qo'ymaslikka intilardi. Chunki Antverpenning nazorat qilishi, fransuzlar tomonidan nazorat qilinishi, bu dengiz savdosida monopol hukmronlikka intilayotgan inglizlar uchun albatta bu katta salbiy ta'sir ko'rsatar edi. 1713-yilda Ispan merosi uchun bo'lgan urushdan so'ng Niderlandiyaning Avstriyaga berilishiga erishgan inglizlar 18-asrning birinchi yarmida Avstriya Habsburglarni, ya'ni Fransiyaning raqiblarini qo'llab-quvvatlay boshladi. Angliya Gollandiyaga ta'sir ko'rsatish uchun Fransiyaga qarshi kurash olib bordi. Demak, bu kurash natijasida Gannover siyosatining murakkablashuvi kuzatilgan. Xullas, 18-asr biz xalqaro munosabatlar tarixiga umumiy xulosa yakun yasaydigan bo'lsak, inglizlar ustunligida kechdi. Ya'ni xalqaro munosabatlar jarayonida kechgan urushlar, amalga oshirilgan sulh shartnomalari oxir-oqibat
Buyuk Britaniyani, ya'ni inglizlarning xalqaro munosabatlarda butun dunyoda yetakchi davlatlardan biriga aylantirgan va mustamlakachilik uchun olib borilgan kurashda ham inglizlar o'z ustunligini ta'minlagan ekan. E'tiboringlar uchun rahmat.